O'zim ham Realchiman. Abukam ham Realchilar. Hozir abukamni sinab ko'ramiz, ya'ni kiyimimiz, qo'limda Barselonani formasini kiyganlar, bizga Barsa deb baqiradi. Shart berishdan oldin birinchi kimni muxlis ko'pligini bilib olaylik. Real bormi? Barsachilar bormi? Cho'tda sinab olamiz hozir bu sizni. Kiymasamchi. $1000 ming shtraf saniz. Men qanaqa baqirishni bilmayman, odamlar o'zi o'rgatadi sizga. Nima deyish kerak? Bo'ldi, bizga Barsa deb baqirib beradi. Ye. Realga xiyonat qilmaydi.